Toshkent viloyati o'zining boy tarixi va madaniyati bilan ajralib turadi. Qolaversa, adabiyot sohasida ham muhim o'rin tutadi. Ushbu hududda ko'plab iqtidorli adiblar, shoir va yozuvchilar yetishib chiqqan. Ular o'z asarlari orqali inson ruhiyatini, hayotning ko'plab murakkab jihatlarini va milliy merosimizni o'z asarlarida ifodalashgan. Ana shunday jadidlarimizdan biri atoqli shoir, xattot va tarjimon Sidqiy Xondayliqiy ham Toshkent viloyatida tavallud topgan. Shoir tavalludining 140 yilligi munosabati bilan u tug'ilib o'sgan Bo'stonliq tumanida Sidqiy Xondayliqiy nomidagi kutubxona tashkil etildi hamda Yozuvchilar uyushmasi tomonidan shoirning yangi saylanma asari nashrdan chiqdi. Xondayliq qishlog'ida boshladik tadbirimiz avvalini. O'tgan yili Vazirlar Mahkamasining qarori bilan bizni buyuk jadidlarimiz safida o'z o'rni, o'z qadri bilan o'z ma'rifati, o'z she'riyati, o'z o'sha ma'naviy dunyosi bilan millatimiz tarixida, adabiyotimiz tarixida, ma'rifatimiz tarixida buyuk jadid bobolarimiz safida turgan Sidqiy Xondayliqiyning 140 yilligini juda katta tantana qildik. Mana o'sha Sidqiy Xondayliqiy nomidagi kutubxonaning ochilishi Xondayliq qishlog'ida va Sidqiy Xondayliqiyning mana juda katta ajoyib saylanmasi chop etildi. Bu saylanmaga ayni paytda olimlarimizni Sidqiy Xondayliqiyning asarlariga bag'ishlangan tahlillari, ijodkorlarimizni shu jumladan o'zimni ham Sidqiy Xondayliqiyga bag'ishlagan she'rlarim, shoirlarimizni Sidqiy Xondayliqiy she'rlariga yozgan muhammaslari, bu demoqchimanki, bir so'z bilan aytganda Sidqiy Xondayliqiy haqida to'liq bir ajoyib tasavvur hosil qiladigan mana shunday kitob chop etildi. Kitobning taqdimot marosimi Bo'stonliq tumanida joylashgan Sidqiy Xondayliqiy nomidagi kutubxonada bo'lib o'tdi. Bugungi kunda ushbu kutubxonada 3000 dan ziyod kitoblar o'rin olgan. Bugun ularning safi yana bittaga ko'paydi. Sidqiy Xondayliq nomidagi kutubxonamiz mana hali 1 yil bo'lgani yo'q tashkil qilganiga. Zamonaviy, mana ko'rib turganingizdek, Yozuvchilar uyushmasi, Respublika ma'naviyat ma'rifat markazlari tomonidan kitoblar taqdim qilingan. Kutubxonamiz qulay, yoshlarimiz uchun zamonaviy kompyuterlar bilan jihozlangan. Kitobxonlarimiz kelishni boshladida biz uchun bu juda quvonarli holat. Sidqiy Xondayliqiyni ijodiga qiziqadigan yoshlarimiz ko'p. Ularning tarixi, ularning bir kelajagi haqida bunaqa bir mukammal asar yozilmagan edi. Mana bugun Yozuvchilar uyushmasi tomonidan ko'rib turganingizdek, Sidqiy Xondayliqiyning saylanma kitobi hamda mana shu qishloqni o'sha izdoshlar desak ham bo'ladi. Asad aka asli kitoblari bugun taqdimot qilindi. Asosiysi kitobxonlarimiz juda qiziqadi. Jadidchilarning asarlari ham ko'p. Mana ko'rib turganingizdek, kutubxonamizda yoshlarimizni xohlagan o'sha turdagi sohalar bo'yicha badiiy adabiyot deysizmi, jahon adabiyoti deysizmi, hamma kitoblarimiz mavjud. Odamlarni chehrasidagi nur mana shu kutubxonada ko'rganim. Bu ma'rifat nuri, bu kitob nurida. Ayni paytda yana o'z vatandoshidan iftixor nurini tuydim man mana shu taqdimotda. Sidqiy Xondayliqiyning hayoti bilan, ijodi bilan nihoyatda jiddiy shug'ullangan haqiqiy targ'ibotchi bo'lganlardan bittasi shu Xondayliq qishlog'ida tug'ilib kamolga yetgan oqsoqol yozuvchimiz Asad Asil. Asad Asilni izlaringni izlayman Alqor. Mana shu kitobini ham taqdimotini birgalikda o'tkazyapmiz. Bizda bu kitob ham aynan mana Yozuvchilar uyushmasidan biz har ikki kitobdan olib kelib kutubxonaga topshirdik. Tuman madaniyat saroyida bo'lib o'tgan anjumanda elimiz ardog'idagi shoir va yozuvchilar ishtirok etib, Sidqiy Xondayliqiy faoliyati va asarlari haqida yig'ilganlarga so'zlab berishdi. Kitobga O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasi tashabbusi bilan tartib berildi va nashr bo'ldi. O'quvchilarga, kitobxonlarga baxt, saodat, bayram qo'sha keladi degandek, uning yonida aynan shu qishloqda tug'ilib tavallud topgan, hozir 80 yoshdan oshgan Asad Asil degan ajoyib bir insonning kitobini taqdimotini qildik. Va imkoni boricha biz kelgan o'sha maktab muallimlari, maktablarda rahbariyatlari, ziyo ahliga bu kitobda qiymati, ahamiyati haqida gapirdik. Chunki ayniqsa Asad Asil yozuvchining bu yozgan izlaringni izlayman Alqor degan kitobi bu insonning tabiatni
mana shu bo'stonliqdagi tog'larni, bog'larni, dalalarni, daraxtlarni naqadar sevishi, naqadar yaxshi ko'rishini namoyon etadigan bir ko'ngildan chiqarib yozilgan asar ekan. Men uni hikoyalarini o'qidim. Ayniqsa hayotiy hikoyalarida o'sha Asad akaning samimiyati seziladi. Bitta she'r qorlagandimda, shunday satrlar bor. O'qib bersam sizlarga. Jadidlar biz uchun ibrat chirog'i, dil ichra dil mulki hikmat bulog'i. Jondagi darmondir sabrin sabog'i, 140 yoshida to'ylagim keldi, sidqiy saodatin kuylagim keldi. Har yurtning ulug'i haq inoyati, sidqiyning beshigi shosh viloyati. Nomin sharaflagan so'z latofati, hamyurtman, faxrimni o'ylagim keldi, sidqiy saodatin kuylagim keldi. Mani nazarimda sidqiyni so'zdan topgan saodatini, sidqiyni vatanga muhabbatdan topgan saodatini, sidqiyni millatga bo'lgan muhabbatdan topgan saodatini biz bugun bayram qilyapmiz. Ushbu tadbir sidqiy xondanliqi merosini keng targ'ib qilish, yosh avlodni adabiyotga oshno etish va kitobxonlik madaniyatini rivojlantirish yo'lidagi muhim qadam bo'ldi. Shoirning saylanma asari hamda Asl Asadning kitoblari yoshlarning ma'naviy kamoloti va milliy adabiyotimizni chuqur o'rganishiga zamin yaratadi. Bu esa o'z navbatida kitobning jamiyatdagi o'rni mustahkamlanib borayotganidan dalolatdir. Mana shunday ikkita katta muhtasham kitob taqdimoti hamma maktablarga, kutubxonalarga yetib boradi. Bu nafaqat tumanda, viloyatda, balki mamlakat bo'yicha kutubxonalarga yetib borishi rejalashtirilgan, yetib boriladi va eng muhimi faol ertangi kunni yaratuvchilari bo'lgan farzandlarimiz u kitoblarni o'qiydi, g'oyalari bilan yaxshi ma'noda qurollanadi va kelajakni yangi O'zbekistonimizni qurishda mana shu kitoblar, mana shu kitoblarda ilgari surilgan ma'naviyat, g'oyalar bir juda katta bir bunyodkorlik kuchiga, qudratiga ega bo'ladi. Mana shu tariqa bu g'oyalar, bu fikrlar yashaydi, bardavom bo'ladi. Shu o'rinda Sidqiy Xondayliqiy haqida qisqacha ma'lumot berib o'tsak. Sidqiy 1884-yili Bo'stonliq tumanida tavallud topgan. U o'z ijodi hamda faoliyati bilan xalq ma'rifatini yuksaltirishga xizmat qilgan. Sidqiy Xondayliqiy o'zbek adabiyoti va madaniyatiga sezilarli hissa qo'shgan. U asosan she'riyat, tarjima va xattotlik hamda muxirchilik bilan shug'ullangan. Uning ijodida milliy uyg'onish g'oyalari, ma'rifatparvarlik va insoniy qadriyatlar o'z aksini topgan. Sidqiy Xondayliqiy nafaqat shoir, balki mohir xattot sifatida ham tanilgan. U ko'plab tarixiy va badiiy asarlarni husnxat bilan ko'chirgan. O'z davrida bu san'atning rivojiga katta hissa qo'shgan. Shuningdek, tarjimon sifatida ham samarali ijod qilgan. Sharq mumtoz adabiyoti va jahon adabiyotining ayrim namunalarini o'zbek tiliga tarjima qilgan. O'ylayman, birinchi navbatda o'sha g'azallarni o'qish kerak. Sidqiy Xondayliqning hikmatlari bor. U hayotda juda ham yaxshi bilgan. O'nlab, yuzlab odamlarga, o'sha qozilarga, muftilarga, hokimlarga muhrlar yasab bergan. Shuning uchun juda ko'p insonlar bilan muloqotda bo'lgan. Uning hayoti pokiza bo'lgan, toza bo'lgan, halol bo'lgan. Halol bo'lganligi uchun ham Sidqiy Xondayliq aytadi, ta'ma degan tushuncha, ta'ma degan narsa yo'lbarsni chibinga aylantiradi deydi. Ya'ni uning tabiatini yo'q qiladi deydi. Yoki haqiqat haqida gapiradi. Haqiqatni aytgan mahali nohaqliklarda hammasi yerda ostiga kirib ketadi. Faqat haqiqati uchun odamda bir erk bo'lish kerak, odamda bir ixtiyor bo'lish kerak deydi. Ya'ni bu kitoblarda aynan Sidqiy Xondayliqning kitobida bu toifadagi hikmatlar, aforizmlar ko'p va avvalgi nashrlardan farqli o'laroq bunga ilova qilingan narsalar bor. Ayni damda mena bir Bo'stonliqdan chiqqan quyosh degan bir so'ng so'z yozganman. Mana shunday bu kitobda avvalgi kitoblarga qaraganda bir oz yangiliklari bor. Jadidchilik harakatining faol vakili bo'lgan Sidqiy Xondayliqiy millatchilikda ayblanib 1932-yilda qatag'on qurboni bo'lgan. Bugungi kunda uning ijodi qayta tiklanib, asarlari chop etilmoqda. Keyingi yillarda butun mamlakatimizda jadidlar adabiyotiga, xalqni, millatni, vatanni olg'a taraqqiyotga siljishga katta kuch bo'lgan, qudrat bo'lgan bu jadidchilik, ma'rifatparvarlar g'oyalari, mana shu g'oyalarni biz bilamiz qanday paydo bo'lgan, taqdiri nima bilan yakun topgan. Mana yangi O'zbekiston deymiz, mana
O'zbekistonimizni yangi taraqqiyot bosqichiga kirgan paytda pallada mana shu g'oyalar yana kun tartibiga juda dolzarb, o'tkir, muhim bo'lib chiqib keldi. Mana shu g'oyalarni o'z vaqtida ijodkorlardan biri Sidqiy Xondayliqiy. Bo'stonliq tumani juda ko'p ijodkor, olim, davlat, jamoat arboblari tarbiya topgan, kamolga yetgan diyor. Sidqiy Xondayliqiyni madaniyatimiz, adabiyotimiz, ma'rifatimiz, ma'naviyatimiz maydonida tutgan o'rni alohida. G'oyalar o'lmaydi, yashaydi, davom etadi deganimizni yana bir isboti shuki, shu g'oya har bir shu jadidchilik g'oyasini har bir avlod o'zi davom ettiradi. Adabiyot ahliga, ma'rifat ahliga qilayotgan e'tiborlarini mahsuli ayni paytda qo'yayotgan talablarini, demak, bilim kitobda, ma'rifat kitobda, ilmi hikmat kitobda. Biz yoshlarimizni demak qanchalar muhabbatini kitobga uyg'otsak, kitob o'qishga uyg'otsak, ko'zlangan maqsadga erishgan bo'lamiz. Bugungi qator ham mana tuman hokimligini katta majlislar zalida, ham Xondayliq qishlog'ida o'tkazayotgan taqdimotlardan maqsad, muddao ham ezgulik. Sidqiy Xondayliqiyning ijodiy merosi nafaqat o'z davrida, balki bugungi kunda ham ahamiyatini yo'qotmagan. Uning asarlari milliy o'zlikni anglash, ma'rifat va adabiyotga bo'lgan muhabbatni oshirishda muhim o'rin tutadi. Saylanma asarning nashr etilishi esa shoir ijodini keng targ'ib qilish yo'lidagi yana bir muhim qadamlardan biridir. Ushbu kitob adabiyot ixlosmandlari va yosh ijodkorlar uchun bebaho manba bo'lib xizmat qiladi.